вы можете начинать движение. Pastliklar to'g'rilaymiz. Taqamiz. Taqamiz. To'g'ri harakatlanamiz. O'chiramiz shu yerga. Shu yerga to'xtaymiz. To'g'ri harakatlanamiz. Istakada. To'xtaymiz. Bitta narsani aytib ketaman. Sal-sekin o'qishamiz. Mana bu burun degan chiziqcha ko'ryapsizlarmi? Burilish haqida axborot beryapti. Shu narsa kelgan paytiga powerni yoqsak yaxshi. Bal bermaydi. O'chiramiz. Powerni yoqish vaqti kelyapti. Powerni yoqamiz. Ko'rdingizmi? Xuddi powerni yoqib burilyapsan degan ma'noda kelgandek gap. To'g'riga yurib harakatlanamiz. To'g'rida 90 graduslik harakatlanish. Mashq bajarishga kirib boryapmiz va shu yerlarga to'xtaymiz. Gradusni rolga 90 gradus oxirigacha buramiz. Hoppa. Xuddi shunday. To'g'ri borib, mana shu joylarga to'xtab, joylarga to'xtab, rolni 90 gradus oxirigacha buramiz. Va osonlik bilan chiqib ketamiz. Yana ogohlantirish beryapti. Burilyapsan degan ma'noda. Buni sal chaproq olib turish kerak. Demasam o'ng tarafdagi burun chizig'ini bosib qo'yamiz. Shunga ehtiyot bo'lamiz. Mana shu yerda ko'pchilik yiqiladi. To'g'ri ketaman. Birdan burib olaman deb o'ylaydi, lekin afsuski unday bo'lmaydi. Yashilangan paytiga o'tib olamiz. O'ynab qolgan paytiga ketib qolmaymiz. Yoqamiz. Bu yerda